Assalomu alaykum, hurmatli arab tili ixlosmandlari hamda bizni YouTube platformasidagi kuzatuvchilarimiz. Biz oxirgi 1 yil davomida YouTube platformasiga darsliklarni qo'ya olmadik va bunga bir necha sabablar bor edi. Va bu sabablarning eng muhimi bizni onlayn sertifikat olish bo'yicha harakatlarimiz o'sha paytda to'xtab qolgandi va hozir Xudoga shukr bu sertifikatni qo'lga kiritdik va bizni rasman onlayn orqali dars berishlikka ruxsatnomamiz bor. Darsliklarni sifati bo'yicha ozgina shikoyatlar bo'lganligi uchun biz u darsliklarni o'chiramiz va hammasini Xudo xolisa boshidan boshlaymiz. Endi bizni o'zi umuman Instagramda yoki Telegramda kuzatuvchilarimiz bilishadiki, oxirgi 30 kunlikdan ham meni o'zimni shaxsiy kanalimda hamda Ravza ta'limning shaxsiy sahifalarida challenge'lar qilib, eson-omon tugatib oldik va bu safargi chaqiruvimiz aynan YouTube platformasi uchun bo'ladi va Xudo xohlasa bu challenge davomida biz 40 kun har kuni bittadan Manhajul Alamiy, Miftahul Arabiyya kitoblaridan darsliklar joylab boramiz. Bu taxminan o'rtacha 10 daqiqa atrofida bo'ladi va bunga biz bitta Telegram akkaunt ulab qo'yamizki, agar kimdir uyga vazifani bajarsa, xotirjam unga tashab, bularni tekshirib berish xizmatini ham yo'lga qo'yamiz, Xudo xohlasa. Iltimos, videolarimizga like bosing, ko'proq kuzatuvlarga ega bo'lishligi uchun do'stlaringizga ulashing. Bu bizga qo'shgan eng katta hissangiz bo'ladi. Hammasi uchun rahmat.